do'stlarning eng yaxshisi shunday do'stki, siz Allohni eslamoqchi bo'lsangiz eslashga yordam beradi, esdan chiqarib qo'ysangiz esingizga solib qo'yadi. Mana bu haqiqiy do'st. Haqiqiy do'st kim desa, boshimga qiyinchilik tushganda keladigan, yordamga muhtoj bo'lganda yordam beradigan, bu do'stlikni bir ko'rinishi. Lekin do'stlikni mezonini payg'ambarimiz alayhisalom o'lchagandek hech kimimiz o'lchay olmaymiz ekan. U zot shunday o'lchadilar. Do'stlarning eng yaxshisi sen Allohni eslamoqchi bo'lsang, sen bilan birga eslaydi. Qo'y, boshimni aylantirma. Boshqa mavzuga o'taylik. Sen ham domla bo'lib qoldingmi? Kechaylar yurarding, bugun so'pi bo'lib qolsanmi? Bu og'riqlarni qanchamiz qalbimizdan o'tkazamiz? Yaxshi ko'rganligimizdan gapirayotganligimizni afsuski bildira olmaymiz. Lekin do'stlarning eng yaxshisi azizlar, mana shu birodar, Alloh bor, qiyomat bor, o'lim haq. Bu dunyoga hammamiz mehmonmiz. Bir kuni Parvardigorning huzuriga borishimiz bor. Sani bu yurishing yaxshi emas. Mana bu ishlaring shariatga xilof. Mana bu ishing halol emas. Insof qil, taqvo qil degan gapni aytadigan do'stingiz bo'lsa, demak siz zo'r do'stingiz bor ekan.